Islom Makhachev va Ian Garri bu yozning eng katta janglaridan biri. Hozir hamma Makhachevni favorit deb hisoblayapti. Buning sababi ham tushunarli. U dunyoning eng kuchli jangchilaridan biri, kurash bo'yicha ustasi va klinchda ham juda xavfli. Lekin keling faqat bir tomon haqida gapirmaymiz. Ian Garri nega oddiy raqib emasligini va Islom Makhachevga haqiqiy muammo tug'dirishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Avvalo bu jangga qanday yetib kelganimizni tushunib olaylik. Ian Garri hozir yarim o'rta vazn reytingida 2-o'rinda. U Shavkat Rahmonovga mag'lub bo'lganidan keyin Carlos Prates va Belal Muhammadni mag'lub qildi. Shu sababli hozir u chempionlik jangiga eng munosib da'vogarlardan biri. Makhachev esa 77 kg ko'tarilib, u chempionni mag'lub qildi va kamarini yutdi. Endilikda esa o'z kamarini himoya qilish kerak. Zarba texnikasi bo'yicha Ian Garri diviziondagi eng texnik straykerlardan biri. Uning jebi juda aniq, oyoqqa tepishlari kuchli, front kicklari ham yaxshi va qarshi hujumlarda taymingi juda zo'r. U shunchaki zarba bermaydi, balki masofani ham yaxshi nazorat qiladi. Ba'zi raqiblari unga yaqinlasha ham olmaydi. Yana bir kuchli xavfli tomoni uning portlovchi zarbalari. Masofadan raqibni o'qib qarshi zarbalar bilan jazolaydi. Bitta aniq o'ng zarbasi yoki tizzasi bilan raqibni nokaut qilishi mumkin. Lekin Garrining bir zaif tomoni bor. U raqib qarshisida turib zarba almashishni yaxshi ko'radi. Shunday paytlarda u biroz bo'shashib, qo'llarini tushirib jang qilishi ham mumkin. Xo'sh, Makhachev nima qilish kerak? Birinchidan, bir joyda uzoq turmasligi kerak. Garriga har doim bosim qilib, uni setkaga tirashi lozim. Ikkinchidan, soxta takedownlar ishlatib, Garrini qo'llarini tushirishga majbur qilishi mumkin. Uchinchidan, har bir zarbadan keyin klinchga kirib, Garriga masofani tiklashga imkon bermasligi lozim. Va eng muhimi, bir soniyaga ham bo'shashmaslik. Garri xotirjam ko'rinishi mumkin, lekin aynan shu paytda uning xavfli zarbasi yoki mashhur boshga tepishi kelib qolishi mumkin. Makhachevning o'zi ham u bilan uzoq vaqt stoykada jang qilmasligini, uni setkaga qisib kurashga tushirishini aytgan. Men bunga ishonaman. Chunki Garri stoykada juda xavfli bo'lsa ham, doimiy bosim oqibatida dastlabki raundlardan keyin charchashni boshlaydi. Siz Rossiyada ishlaysiz va har doim uyingizga turli xil sinalmagan ilovalardan pul yuborib, juda ko'p pand yeyapsizmi? Unda Tezda ilovasi aynan siz uchun. Tezda ilovasidan ayni paytda 500 ming yaqin insonlar foydalanib kelishmoqda. Ilova orqali Rossiyadan turib uydagilarning Uzcard va Humo kartalariga yuqori kurslarda pul yuborishingiz mumkin. Hoziroq ilovani yuklab oling. Tezda sinalgan ilova. Endi kurash haqida gaplashamiz. Bu yerda vaziyat butunlay boshqacha. Islom Makhachev shunchaki oddiy kurashchi emas. U parterda pozitsiyasini juda yaxshi nazorat qiladi va doim raqibini taslim qilish uchun yo'llarni izlaydi. U raqiblarni shunchaki yiqitib, ustiga yotib olmaydi. U darhol orqaga o'tishga, bo'g'ishga yoki boshqa usul bilan jangni tugatishga harakat qiladi. Uning kurashi 77 kg ga o'tganidan keyin yanada barqarorlashdi, chunki u yerda haqiqiy vaznda jang qilmoqda. Ian Garrida ham kurash yomon emas. Shavkat Rahmonov uni bir necha marta yiqitgan. Ammo o'sha Shavkat bilan jangda Garri 5-raund oxirida vaziyatni o'zgartirib, Shavkatni yiqitgan va hatto bo'g'ishga juda yaqin kelgan. Bu uning parterda ham xavfli ekanini ko'rsatadi. Garri aqlli jangchi, masalan, Belalga qarshi jangda unga kurashishga va yaqinlashishga deyarli imkon bermadi. Ammo Carlos Pratesga qarshi jangida Garri o'zi kurashishga harakat qildi, raqibini yiqitdi, ustida ishladi, lekin oxir-oqibat kuchini noto'g'ri taqsimlab juda qattiq charchadi. Endi tasavvur qiling, qarshisida esa Makhachev turibdi. Makhachevning kurash mahorati mutlaq boshqa darajada. U raqibini yerga yiqitish bilan u yerda dominantlik qiladigan jangchi. Makhachev har raundda bir necha marta takedown qilib, parterda tinmay ishlashi mumkin. Garri dastlabki 2 raundda qarshilik ko'rsatishi mumkin, lekin jang davom etgani sari charchashi va Makhachevning taslim qilish usullaridan biriga tushib qolishi ehtimoli katta. Xo'sh, yakunda nima deyish mumkin? Bu jangda Garri juda iqtidorli, texnik va xavfli jangchi. U hatto kurashni yaxshilash uchun maxsus mashg'ulotlar ham qilgan, ammo Makhachev kurash bilan bolaligidan shug'ullanib kelgan. Bir necha oydagi mashg'ulot bilan bunday darajadagi kurashni to'xtatish uchun yetarli darajaga chiqish juda qiyin. Makhachev kuchliroq, tajribaliroq va texnik jihatdan juda aqlli. U stoykada tavakkal qilmaydi, Garrini setga qisadi, yiqitadi va parterda jangni tugatishga harakat qiladi. Bu jangda mening taxminim, jang to'liq 5 raund davom etadi. Jangda Islom Makhachev hakamlar qarori bilan Ian Garrini mag'lub qiladi. Chunki Ian Garri ham juda noqulay raqib, uni yakunlash juda ham qiyin. U oldin hech qachon taslim bo'lmagan. Lekin siz nima deb o'ylaysiz? Makhachev Garrini muddatdan oldin tugata oladimi yoki Garri barchani hayratda qoldirib Makhachevni mag'lub qiladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, barchasini muhokama qilamiz. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni esdan chiqarmang. UFC 330 turnirining asosiy karti O'zbekiston vaqti bilan soat 7:00 da boshlanadi. Bu janglar qanday tugashiga bog'liq.
Jonli efirni YouTube kanalini o'zidan olib berishga harakat qilamiz. Shuning uchun obuna bo'lishni esdan chiqarmang.